Salam dostlar, hammalarni bir çoxtanlikdan xayrlik bo'lsin. Men bugun mushu yakandagi har millatgan xalq ommusqa muhiti intayin yaxshi bo'lgan, mana intayin ozoda, xuddi bir mushu yiz qishloqlardagi uyimizda o'ltirib, mushu bir tamoq yegan holatni shakllantirgudek mana bu o'rinni sizga olib keldim. Bu yer bo'lib qolsa yakan noya mushu Konisha ijtimoiy rayonning qarshisiga joylashgan burunqi bog' g'o'yli choyxonasi. Bu o'rnimiz mushu Loban xo'jayin olmish sababli qaytadan o'zgartirilib tijorat boshlash munosabati bilan mushundaq yakan noyimizdagi har millatgan xalq ommusqa ajoyib qulaylik sharoitlarni olib ketdi. Bu yerda bo'lib qolsa burunqidek attigini kelsak davomli mush choylarimiz, mush o'tanda qaynatgan yerlik choylar, o'tanda yaqqan girdilar, uningdagi mishaning o'zgichi uslubi bilan ustamlarning ajr mehnat asosida tayyor bo'lgan o'zgicha milliychi yerlik taomlar. Masalan, to'qa, beliq, ondaki mushu yerlik qo'y go'shtini ishiltib tayyor bo'lgan, masalan, lag'man, somyan, zang, yobdan mush milliychi tamoqlarni asos qilib bugun rasmiy holatda tijorat boshlabdi. Ayrim hollarimiz shunchalik chiroyli banchanglarda o'ltirsaqmi bo'ladi ekan, o'rindiqlarda o'ltirsaqmi bo'ladi ekan. Mana sizlar ko'rib turgandek mush o'ylimizda o'ltirsaqmi shunchalik mana yozning rohati, shunchalik salqin, ozoda mana rangdor tus olibdi. Shunga yakan noyimizdagi mush o'zi quvvatlik o'zgicha tamoqlarni yeyish orzuyingiz bo'lib qolsa, misha kelsangiz mushu asli quvvatini saqlab qolib hech qandaq dordama aralashtirmay tabiiy asli tam bo'yicha milliychilikni o'zgicha qilib mush xalqimizning huzuriga mushu quvvati alohida yuqori bo'lgan taomlarni sunibdi. Mayli siz mushu shahar ichidan bo'lang, mayli yiz bozorni kiring, musha kirib mushularning muhitidan o'xshagan taomlardan bir huzur olib ketmasangiz rostdan pishmon qilasiz. Adresni men yana bir ta'kidlab o'tay. Yakan noya Konisha ijtimoiy rayoniga joylashgan, ikki taraf qolsak, ikki tal girinchang bor ekan, bog' g'o'yli choyxonasi deb. Mishaga mush ko'chaning ichiga 20 metr chirimiz, mana mushu chiroyli qo'yliq chirimiz, mush mehmonlarga o'xshash, mishaniki salqin havosidan, muhitidan huzurlangach, o'xshagan quvvatli taomlarni yeb ketishinglarni tavsiya qilaman.